Assalomu alaykum. Bugun biz nafaqat rus tilini o'rganamiz, balki kapitalimizni qanday ko'paytirish haqida gaplashamiz. Mana siz uchun 6 ta foydali yo'nalish. Недвижимость. Ko'chmas mulk. Лучшая инвестиция – это купить kvartiru в центре. Eng yaxshi investitsiya markazdan kvartira sotib olish. Золото. Oltin. Золото всегда в цене, оно никогда не обесценится. Oltinning doim qadri baland, u hech qachon qadrsizlanmaydi. Земля. Yer. Я хочу купить землю и построить там большой дом. Men yer sotib olib, u yerda katta uy qurmoqchiman. Акции. Aksiyalar. Если купить акции крупных компаний, можно стать миллионером. Agar yirik kompaniyalarning aksiyalarini sotib olsa, millioner bo'lish mumkin. Образование. Ta'lim. Инвестиции в образование приносят самые высокие проценты. Ta'limga tikilgan investitsiyalar eng yuqori foizlarni keltiradi. Старинные монеты. Qadimiy tangalar. Коллекционирование старинных монет – это хобби, которое приносит деньги. Tangalar yegish bu pul olib keladigan hobbi. Rus tilini jonli va qiziqarli o'rganishni istaysizmi? YouTube kanalimizda maxsus uzun videolar bor. U yerda men rus tilidagi moliyaviy matnlarni siz uchun sekin va tushunarli o'qib beraman. Albatta, ko'rib chiqing. Keyingi darsgacha ko'rishguncha.